Men bunaqasini olamagandim. Men o'zim olib borganingiz yaxshi edi. Ne, menga ko'rsatmasdan sotib oldingiz? Senga surpriz qilmoqchi edim, ne bolam. Menga yoqmadi adi. Mayli, hozir bor almashtirib kelamiz. Men hozir chiqaman. Ha, bolam, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Oyi, mana buni qarang. Adam o'zlariga yoq oyoq kiyimini olib kelaveradilar. Menga umuman yoqmadi. Xo'sh, nima qilmoqchisan? Yoqmadi dedim. Hozir almashtirib kelar ekanmiz. Bekor unaqa qilibsan, bolam. Oyi, men sizlarga yosh bola emasman-ku. Endi sizlar olib kelgan narsalar menga yoqmaydi. Men o'zim tanlab olganim yaxshi. Yo'q, gapim noto'g'rimi? Balki gaping to'g'ridir. Ammo Adini xafa qilib qo'yibsan. Qanaqasiga? Adi bir umr otasiz o'sgan. Ukalarini boqish uchun o'z orzu-umidlaridan, maqsadlaridan voz kechganlar. Bilsang, ular ham futbolchi bo'lishni orzu qilganlar. Ammo ularni adasi bo'lmagan, tushunyapsanmi? Shunaqa kiyimlarni, oyoq kiyimlarni olib beradigan. Sen tug'ilganingda shunaqangi xursand bo'lgandilar. Xudo xolasa o'g'lim hech nimaga kam bo'lmay o'sadi. Ulg'ayguncha hamma kiyimlarini, oyoq kiyimlarini o'zim olib beraman. Futbolchi bo'ladi deb niyat qilgandilar. Sen bo'lsang, bilib bilmasdan adingni xafa qilib qo'yibsan, bolam. Ramazon o'g'lim, ketdikmi? Yo adi, futbolga mashina kiyib boraman. Qarang, lop-loyoq ekan. O'zim xohlaganimdek bo'ldi. Qarang adi, menga juda yoqib qoldi. Meni kechiring adajon, rahmat sizga. Bolam, men senga ishonaman. Hali eng zo'r futbolchi bo'lasan.